Assalomu alaykum, hurmatli cheksiz qadri baland qadrdonlarim. Charchab qolmayapsizlarmi? Tuzumsizlar, yaxshilarsizlarmi? Xo'p, bugun yana dushanba, 12-avgust. Diyorimizda soat 2 daqiqadan keyin 10 bo'ladi. Xullas mana bu kommentariyada bizani bitta obunachi akamizni so'rabdilar, startda yurib ko'ring debdilar. Iltimos kommentariyada so'kmanglar faqat. Bu narsani faqat kontent uchun, ya'ni sizlar tomosha qilishinglar uchun 5 soat toza startda yurib ko'ramiz. Xo'p, mana soat 10:00 bo'ldi. Kilometrajimizni 0 ga qo'yamiz. Ana 0 bo'ldi. 96% damiz hozircha. Va faqat startda ishlab ko'ramiz. Qancha ishlarkanmiz? 5 soat. Demak, soat 3 da to'xtatamiz. Boshladik. Ha, aytgancha bu hozir 1 daqiqa. Uzrli narsa boshqa knopkalarim bosilib ketdi. Xo'p, bu hozir Pochin Comfort Plus'dan olib kelganim. Buni hisobga olmaymiz. Xo'p, tariflarimizni faqat startda yoqamiz, qolganlarini o'chiramiz. Shunaqasi birato'la odamlarning reaksiyasini ham ko'ramiz. Startda Spark, Matiz mashinasini poylayotgan paytda BYD kelsa, o'zligini qanaqa his qilar ekan. Ketdik. A few moments later. Liniyani yoqamiz. Bismillah deb. Xo'p, повышение 3000 dan 28000 gacha beryapti. Liniyani yoqdik. Hamma tariflarimiz o'chuv, faqat start yoquv. Hozircha jimjitlik. Men o'ylovdimki, hozir startda yoqshimlari eski ting'illab ketadi deb o'ylovdim. Nimagadir ham? Ana. Oy, birinchi zakazimiz uzoqroq joyga ekan. Probkadan ketar ekanmiz. Boradigan joyimiz Salarga. 10 kilometr. 19 minut ko'rsatyapti. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Sizmisiz? Yaxshi. Charchamayapsiz? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 19 minut. Sudan telefon qizib ketyapti. Mana bu yoqda. A few moments later. Assalomu alaykum. Taksi haydovchilari, bizda sizlar Şotdan. Hop. 19.500. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. Rahmat sizga kattakon. Allah razı olsun. Не оставим Omad. автомобиль своих. Yaxshi. YouTube'dan da to'g'rilab chiroyli qilib qo'yib qo'yaman. Xudo xohlasa. Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum.
Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat. Xo'p. Ana ruxsatlarni ham so'rab oldik. Baribir odamdan so'rab olib qilgan yaxshiroq. Hozir ikkinchi zakazimiz tushdi. Mana ikkinchi zakazimiz plus 6000 so'm ham berdi. Shaqqa ketyapmiz. Akamiz chivilar bilan qoldirib ketdilar pulni. 19,5 minglik bo'ldi. 20 ming so'm berib ketdilar. Barakasini bersin. Xo'sh, aytmoqchi bo'lgan narsam, baribir so'rab olgan yaxshiroq, chunki yuzligini ko'rsatishdan oldin odamni ruxsatsiz qo'yib bo'lmaydi. O'shaning uchun ruxsatlarni oldik, xo'p dedilar. U yog'i zajgay. Ketdik klient oldik. Assalomu alaykum. Bo'ldim, ketdim. A few moments later. Sinimizni ham Diadoraga olib kelib tashladik. 14 ming so'm chiqdi, 4 kilometr. Davom etamiz. Keyingi zakaz plus 6 ming bilan qabul qilamiz. Startda повышениyalar katta, yomon emas. Summa men o'ylagan darajada yomon emas. Men lekin juda ham past chiqadi deb o'yladim. Ya, normal. Ya'ni pul ishlasa bo'ladigan summa chiqyapti. Zajgan. Xo'sh, 11 kilometr 28500. Bolla, молодец. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. 30 ming so'm berdi. Dachi kerak emas, rahmat dedi. Свои вещи. Normal. Для улучшения качества обслуживания. Ketidan keyingi zakaz kutib turibdi. Keyingi zakaz kutib turibdi. 4,5 kilometrga ekan, Afrosiyobga, ya'ni Oybe metro bo'lsa kerak. Zakaz orqada. Ketdik. Assalomu alaykum. Sideniyani orqaga surasiz. Sizimsiz? Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 12 минут. Temperatura normal demiş. Yaxshi, çok iyi. Rasxodi qanaqa bo'lyapti? Bir zaryadkada Bitta zaryadkada где-то 350 kilometrdan konditsionermi? da. Konditsioner unaqa razница o'ynamaydi. Rasxod qilmaydi. 350 dan 385 atrofida shunaqa yuradi. Bu motorga nagruska ham yo'qda, konditsioner ishlaganda shunaqa to'klar ishlayveradi. Shunaqa. Chunki motor yo'q-da. Постоянно startda yurasizmi? Yo'q, komfort. Endi men qaysi to'g'ri kelsa, masalan, tezroq keladi-ku. Minutini ko'rsatadi-ku yo'qda. O'shani bosaman, tamom. Просто so'ramoqchi bo'lganim, startda BYD kelganmi? Startda BYD Matiz bor. Matiz bor. Ulardan ko'ra yaxshiroq. Yaxshi. Настроение ko'tarib bersa yaxshi. Ko'pincha komfortda keladi-da, BYD, komfort, biznes, shunaqa. Komfort plus bilan Electra biznes deyiladi. Bugun meni startda yuradigan kunim.
Ha, o'zi qo'yib olasiz startga. Da. Zakaz qilganda hayron qoldim. Bivayda qanaqa. Mana keyin bu yoqdan kirib ko'rdimda, может komfort yo'q, qaradim start turibdi. O'zi Buxorodan Toshkentga kelganda faqat taksi zakaz qildim. Buxoroda o'zim mashinam. Ha. Bugun shu startda yurgim keldi. Startning narxi salgina pastda shunaqa. Biznes ham beradimi yaxshi zakaz? Bu biznesga kirmaydi. Kirmaydimi? Bu Comfort Plus'ga kiradi. Comfort Plus ha. Comfort Plus, Electra shunaqa. Comfort bilan startdan yursa bo'ladi, men yurmayman. Lekin bugun imенно shu startda odamlarning nima deydi, ozgina bo'lsa ham xursand bo'lsin. Настроенияsi ko'tarilsa, maza qilib ketishsa, muzdaydi deb. Gap yo'q. Men Rossiyada taksi qilardim-da men. Vladivostok degan joyda Toyota Prius degan bor, gibrid. Yarmi tokda ishlaydi, yarmi benzinda. Bizdan Cherry'larga o'xshagan bo'ldi, yurgan Cherry'larga. Men ham shu sizni qilgan ishingizni qilib yurardim-da, bir masalan menga komfort biznes berardi. Bir xil paytlarda endi xalqni ham bir xursand qilish kerakdi, yo'q shunaqa qilib bu biznes bilan komfortni o'chirib qo'yardim, faqat ekonom. Ekonom yo'qib qo'yardim. Kim zakaz qilsa hamma o Bugun ham shunaqa kun bo'lyapti. Hozir men ham hayron qoldim, qarab bilaylik. Xo'sh, aka-ukalar, shu bilan bugun 5 soat startda yuramiz dedim. O'xshamadi. Nimaga? Chunki mana diyorimizda soat 1 hisob. 10 da boshlagan bo'lsak, 10, 11, 12, 1, 3 soat yuribman. 3 soatda topgan pulim 132 ming. 132 ming. Faqat start tarifi yo'q, startni ham o'chiramiz endi. Electra bilan Comfort Plus o'zini yoqamiz. Va umuman liniyadan chiqib qo'yamiz. Xullas kalom, ishxonadan chaqirib qolishdi srochniy. Ishxonaga borish kerak bo'lib qoldi va rolikni shu yerda to'xtatishimizga to'g'ri keldi. Demak, xo'p, yurgan kilometrajimizga keladigan bo'lsak, 81% bor hali, 43 kilometr общий yurimiz. Demak, 40 kilometr deb округлить qiladigan bo'lsak, 130 ming bo'lsa, 3 mingdan tushibdi kilometraji. Yomon emas. Aytgancha, bu yoqda hali 60 ming bor-ku Comfort Plus'ga. Uni olib tashlaydigan bo'lsak, qancha yuruvdilar? 12 kilometrmada shunaqa edi. 12 kilometr minus qiladigan, 13 kilometr minus qiladigan bo'lsak, 30 kilometr bo'ladi. 30 kilometrda ishlagan pulim 60 ming bot, 70 ming bot shunda. 30 kilometrda 70 ming startda. Normalniy. Lekin odamlar ancha настроенияsi ko'tarildi, hammasi yaxshi bo'ldi. Yomon emas. Kun mobaynini hisoblaydigan bo'lsak, agarda shunaqada davom etadigan bo'lsa, qancha ishlash mumkin bo'ladi shunda? 3 soatda 70 ming bo'lsa, 3, 6, 9, 12 soatda 14, 280 ming, 300 ming atrofi ishlasa bo'lar ekan. Demak, start tarifida kuniga 300 mingcha ishlasa bo'lar ekan. Yomon emas, bo'ladi. Xullas kalom, shu bilan biz ishimizni bugunga to'xtatamiz va Ahrana kelyapti. Kapital banki yonida turibman, mumkin emas to'xtash. Va xullas ishni to'xtatamiz. Endi qolganini keyingi rolikda ko'rib o'tamiz. Salomat bo'linglar, zajigayam. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yo, ketdim. Xo'p.
to'g'ri, xodimlarga ham gap tegib qolishi mumkin. Bankda kirish yo'lini to'sib qo'ydim. Muomalalar zo'r, har doimgidek chiroyli tushuntirishdi. Biz ham chiroyli tushunib ketdik bu yerdan. Shunaqa gaplar, shu bilan endi keyingi roliklarda ko'rishguncha sog' bo'lishga majbursizlar. Yo'llaringlar bexatar bo'lsin. Hammanglarning ishingizga omad, Allohning panohiga. Keyingi rolikka komfortda davom ettiramizmi? Xullas kommentariyada yozib qo'yinglar. Nimada yuramiz xullas, nimada ishlaymiz. Shunaqa gap. Salomat bo'linglar. Zajigay. My Maserati and Ferrari like to chill with my Mercedes. See my Bentley, what